Assalomu alaykum, aziz chevarlar. Bugun beldan bog'i varaq to'rttali varaqli ko'ylagimiz asosiy qismini andozasini chiqarib olamiz. Bu ko'ylagimizni andoza bilan sizlarga oson usulda bichishni o'rgataman. Chiqarish uchun birinchi beldan bog'i varaqli bo'lgani uchun yelkadan belgacha o'lchab chizib olamiz. Bizda 32 sm eda 2 sm chak haq qo'shib 34 qilib chizib, bunaqasiga tekis chiziq tortib olganmiz. Endi yelka kengligimizni o'lchab olamiz. Yelka kengligimiz bizda 38 sm 2 ga bo'lib 19 sm ga 1 sm chak haq qo'shib 20 sm olib olamiz. Chizib oldik. Keyin oldi o'yindiga 9 sm kirib olamiz. Bu ko'ylagimizni razmeri 48 bo'lgani uchun ozgina kichkinaroq kirdik, chunki ko'ylagimiz egasi ozg'inroq bo'lgani uchun 8 sm kirib oldik. Yelka qiyaligini 3 sm tushib olamiz oldiga. Endi buni bo'yin o'yindi bilan chizib olgan yelka qiyaligimizni birlashtirib olamiz. Mana shu shaklda chiqadi. Bo'yin o'yindiga 8 sm kirgan joyimizdan boshlab bunaqasiga 13 sm o'yindini o'yib olamiz. Shunaqa lineykada tekizlab chizib olamiz. Yelkadan ko'krakgacha uzunlikni o'lchab olamiz. Bizda 25 ekan, 25 ga 1 sm chak haq qo'shib 26 sm qilib o'lchab olamiz. Shu chizib olgan joyimizdan ko'krak aylanasini chiqaramiz. Buning uchun ko'krak aylanamiz 82 ekan, buni to'rtga bo'lib olamiz. 21 sm qoladi. 21 sm ga 2 sm chak haq qo'shib olamiz. Chizib olamiz. Endi oldi kengligimizni o'lchab, qo'ltiq o'yinini chiqarib olamiz. Bizda oldi kengligi 28, 2 ga bo'lsak 14 bo'ladi. 2 sm chak haqqiga qo'shib 16 sm qilib chizib olamiz. Qo'ltiq o'yindimizni chiqarish uchun yelka kengligida 2 ga bo'lib 19 sm ga 3 sm qo'shib olamiz. 21 sm chiqdi bizda. Bu yerga belgilab olganmiz 21 sm da. Oldi kenglik bilan birlashtirib, shunaqa lineykada tekis qilib chizib olamiz. Shu ko'rinishda bo'ladi. Bel aylanasini chiqarib olamiz. Bizda bel aylanamiz 72 ni 4 ga bo'lsak 18 bo'ladi. 18 ga 1 sm chak haq qo'shib 19 sm qilib chizib olamiz. Chizig'imizni ko'krak aylana chizig'i bilan birlashtirib qo'yamiz. Asos andozamiz deyarli tayyor. Ammo bel aylanadan bu tugash joyidan 1 sm tepaga chiqib, tekizlab chizib qilib olamiz. Tashlaymiz. 2 sm osalaringdan bo'ladi. Bu ikki yon osilib qolmasligini hisobiga olib tashaladi. Mana andoza shu ko'rinishda bo'ladi. Endi buni qirqib olamiz shu chiziqlardan. Bu andozani materialimiz ikkiga bo'lingan holda qo'yiladi. Shunda oldi andozasi tayyor. Endi xuddi shu shaklda orqasini ham bichib olamiz. Orqa andozasini faqat orqada farqi o'yindida bo'ladi. Keyin bu yelka qiyaligida 1 sm sayozroq, bu oldi yelka qiyaligiga 3 sm tushganmiz, orqaga 2 sm tushiladi. Keyin orqa kaketkasi oldidan 1 sm kalta bo'ladi. Oldida ko'krak hisobiga, keyin oldi kengligidan jicha kengroq bo'ladi. Shtampel materialdan hozirgi bichib olgan asos andozamizni qo'yib, oldi qismini bichib olamiz. Material chayqab olganmiz, keyin ikkiga buklab oldik. Shunda to'g'ri chiqadi butun bo'lib. Hozir bichib olgan andozamizni qo'yib, qirqib olamiz. Oldi kengligi to'g'ri qo'yilganiga ishonch hosil qilinglar, chunki keng bo'lib ketib qolishi mumkin. Keyin andozani tepasidan chizib olib, qirqamiz. Mana oldi asosiy qismimiz tayyor, bichib oldik. Endi xuddi shunaqa qilib orqa qismimizni ham bichib olamiz. Ko'ylagimizni orqa oldi asosiy qismlarini bichib oldik. Endi pastidagi uchtali varaqlarni bichib olamiz. Buning uchun ko'ylagimizni umumiy uzunligi 138 sm edi. Undan yelkadan belgacha bo'lgan uzunlikni, ya'ni kaketkani uzunligini chiqarib olamiz. Kaketkani uzunligi 32 sm edi. 138 sm dan 32 ketsa, 106 sm qoladi. 136 sm da past uchtali varaq bo'lgani uchun 3 ga bo'lib olamiz. Bizda 35 sm ga to'g'ri keldi. 35 sm dan birinchi eng pastidagi katta qismini olib olamiz. 35 sm ga 3 sm chak haq qo'shib olamiz. Burma terilishini hisobiga keyin perijelka qilganda qolganlari to'g'rilanib ketadi. 38 sm dan ikkita qilib eng pastidagi varaqni olib olamiz, chunki eng pasti umumiy kengligi 220 ga to'xtashi kerak. Oldi bir o'g'in, orqa bir o'g'in qilib qirqib olamiz. Belgilab olgan tarafimizdan bunaqa eniga 110 sm qilib belgilab olishimiz kerak, chunki 110 dan o'tib ketsa materialimiz yetmay qoladi. 110 ga 110 umumiy kengligi shunda 220 sm chiqadi. Shunaqa qilib belgilab qilib olamiz.
2 santimetr chokiga qo'shib olamiz. 112 santimetr olamiz. Bir bog'dan kiradi. Chetdan qirqib yirtib olamiz. Material to'g'ri yetib bo'ladi. Bu material ishlangan material bo'lgani uchun yirtsa tekis ketadi. Shuning uchun qo'rqmasdan yirtsa bo'ladi. Belgilab olgan joyimizdan qirqib kesib olamiz. Oshiqcha qismini ajratib oldik. Shuni endi ikkiga Qirqib olganimizni ikkiga bo'lib olamiz. O'rtasidan o'zi belgilab qo'yganmiz. Asosan tekis qilib yirtib olaveramiz. Bu etak qismidagi eng oxirgi varag'i bo'ldi. Endi bundan tilkasini olamiz. O'zi varaq qopini olayotganda eng pastidan boshlash kerak. Shunaqa 3 tali, 4 tali varaqlar bo'lsa, chunki eng pasti, eng katta qismi bo'ladi. Birinchi bo'lsa chiqishi oson bo'ladi. Endi ikkinchi varag'ini bitib olamiz. Buning uchun etak kengligini o'lchab olamiz. Etak kengligi ikkinchisi 160 santimetr bo'ladi. Eng pasti 220 edi. Undan 60 santimetr bir hisobiga chiqarib tashlab, 160 qilib o'lchab oldik. 160 ikkiga bo'lsak 80 santimetr bo'ladi. 80 santimetrdan olamiz. Buni ham bo'yini xuddi birinchi bitganimizdaqa qilib olamiz. 38 dan 2 ta qilib tutib olamiz. Bu tarafini belgilaymiz. Ikkinchi varag'imizning kengligi 80 santimetrdan to'g'ri keldi. 2 ga bo'lganimizda unga 2 santimetr chok xalq qo'shib 82 dan qilib belgilab qirqib olamiz. Belgilab qo'ygan joyimizdan yirtib olamiz. Buni tekisab to'rtburchak qilib yirtamiz, chunki bog'dan qolganidan yengini chiqarib olamiz. Buni endi ikkiga bo'lib olamiz. Shunda ikkinchi varag'imiz chiqadi. Ikkinchi varag'ida belgilab yozib qo'ydik. Adashib ketmasligi uchun. Endi birinchi varag'ini olamiz. 38 santimetr olsak, bu birinchi varag'ini bitta yoniga chok tushmaydi. Buni yopib olamiz. Chunki bunimizni kengligi ozgina torroq bo'ladi. Buni 90 olaveramanmi? Birinchi varag'imizning kengligi 90 santimetr. Unga chok haqi qo'shib olamiz. 92 qilib olamiz. Bir tarafiga chok tushmaydi, lekin qo'shib olgan yaxshi. Kam bo'lib qolgandan ko'ra 92 bo'lsa ham yengimizni pichib olamiz. Yengimizni pichayotib videoga olish esimdan chiqib qoldi. Yengini pichib olganmiz. Ikkinchi qavatiga qo'yib oldik. Qirqyapmiz mana. Shu bilan ko'ylagimizni hamma joyini pichib oldik. Endi tikilishini keyingi videoda xudo xolasa qo'yamiz.